Shu desanglar uydagilarni Istanbulga olib borib keldim. 4 kishiga 7 kunlik safar nech pulga tushdi? Hisoblab turinglar, men boshladim. Birinchi navbatda aviabilet. Har doimdagi aviasoz uzdan xarid qildim. Borish, kelish o'zimga ma'qul chiptalarni qidirdim, kunlarini mosladim. Tuda obratni bilet 30 million so'm bo'ldi. Keyingisi bu otel. Men uchun joylashuvi juda muhim edi. Shundogina Sulton Ahmed masjidini yaqinidan. Ishtaxona $700 bo'ldi. Keyingi xarajatlar bu albatta transport. Istanbulda jamoat transporti rivojlanganligi uchun asosan tramvay, metro va avtobuslarda harakatlandik. Ba'zida taksi, paraxodda yurganlarimizni ham hisobga olamiz. Demak, umumiy 7 kunga $300 bo'ldi. Uncha ko'p pul ketmabdi-yu desanglar. Mana endi qimmat mavzu boshlandi. Ovqatlanish. Yaxshi ham otelimizning zavtraki bor edi. Bu ancha pulimizni tejadi. Lekin shunga qaramasdan kuniga 2 mahal ko'chada ovqatlandik. Undan tashqari ichimliklar, ko'cha to'la mayda juda narsalar. Xullas ovqatlanish kuniga kamida $150 bo'ldi. Bu degani 7 kunda $1000 dan oshyapti. Endi aylanish. Ko'p joylarni ko'rish uchun bilet xarid qilish shart emas, lekin xarid qilish kerak bo'lgan joylar ham bor. Misol, Velikoletniy vekmi degan serial olingan joy bor ekan. Topkapı saroyiga kirish odam boshiga 2750 lira ekan. Bu mavzudagi rasxod umumiy $200 bo'ldi. Qarindoshlarga sovg'a salomlar, o'zimizga kiyim-kechish, shopping, uydagilar tilla ham oldi. Xullas, plus yana 20 million. Lekin meni ketqizgan bir tiyin pulimga ham achinmayman. No atak ertaga agar yoningizda bo'sh ish joyi bo'lsa, iltimos aloqaga chiqinglar.